Assalomu alaykum qadrli do'stlar, barchangizga sog'lik salomatlik tilagan holda eng so'nggi tezkor yangiliklar bilan yaqin daqiqalar ichida. Yangi mavsum arafasida Qarshining faxri Ajdarlar yana katta orzular bilan maydonga qaytmoqda. Nasab jamoasi bosh murabbiy Ro'ziqul Berdiyev boshchiligidagi mavsum startiga aynan mana shunday jangovar kayfiyatda yetib kelayotgandek taassurot uyg'otmoqda. To'g'ri, jamoada zaxira o'rindig'i unchalik uzun emas, ammo asosiy tarkib tajriba va yoshlar uyg'unligidan tashkil topgan mustahkam mexanizm. Har bir chiziqda o'z vazifasini aniq biladigan, maydonda intizom va tartibni saqlay oladigan futbolchilar bor. Ayniqsa jamoaviy o'yin, tezkor qarshi hujumlar va intizomiy futbol Berdiyev falsafasining ajralmas qismiga aylangan. Nasab har doim xarakter ko'rsatgan jamoa bo'lib kelgan. Qiyin vaziyatlarda ham sinmaydigan, oxirgi daqiqagacha kurashadigan ruh bu klubning qonida bor. Yangi mavsumda ham muxlislar aynan shunday jasoratni kutishmoqda. Eng qiziq jihati esa yangi kashfiyotlar. Ro'ziqul Berdiyev ko'p bora yosh futbolchilarni ochib bergan. Ularni katta sahnaga olib chiqqan murabbiy sifatida tanilgan. Demak, bu mavsumda ham Ajdarlar safida yangi nomlar porlashi hech gap emas. Qarshi yana futbol nafasi bilan yashaydi. Stadionda yangraydigan qo'llab-quvvatlovlar, maydondagi shiddat va g'alaba uchun kurash, bularning barchasi oldinda. Yangi mavsum, yangi orzular, yangi imkoniyatlar. Nasaf tayyor. Ajdarlar yana uchishga shay.